O'sha davrda qiyinchilik davrlari edi. Makka issiq. Arablarda ayollari bolalarini o'zlari emizmas edilar. Ular o'ylardiki, issiqda bizning sutimiz aynib qoladi. Shuning uchun iloji boricha bolani salqin joylardagi ayollarga berib, u yerda emizdirib katta qildirishar va o'sha ayniqsa o'sha Bani Sa'd qabilasi degan qabilaga berishni yaxshi ko'rardi. Chunki ular ayni tog'da yashardilar. Havosi toza, tili toza, bolani tili ham chiroyli chiqadi, ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi deb Bani Sa'dga berardilar. Har yili yoz mahalda yoki bahor mahalda 2 marta Bani Sa'd qabilasidagi yangi chaqaloqlagan jijilagan ayollar kelib Makkadagi boy odamlarni bolalarini olib ketib boqib berib tirikchilik o'tkazishar. Ularning tirikchiligi shun bilan edi. U kuni ham keladigan mahalla yaqinlashdi, bir hafta bo'ldi. Hamma kutyapti, Bani Sa'd qabilasidan hamma kelyapti deydi. Bani Sa'ddan ham hammalari shoshilgan, tezroq borib biror bir boyni bolasini olishga intilgan, bir-biri bilan musobaqalashib, aravalarda, otlarda, xachirlarda yugurib kelyapti. Bittagina oila chiqib keldi. Halima Sa'diya degan bir ayol bor edi. Uni erining laqabi Abu Kabsha edi. Kabsha bilan birga chiqdilar. Aravaga o'tirdilar. Vaqtga qarshi eshagi yurmadi. Oriq, arava buzuq, zo'rg'a ketyapti. Halima esa eriga hali to'xtamay gapiryapti. Uring bu badbaxtni, qattiqroq uring. Oxirida qolib ketdik. Borgunimizcha chaqaloq tugaydi. Axir qana qilib yashaymiz? Bitta boyni bolasini tezroq olaylik biz ham. Oldingilar ketib olib bo'ldi. Siz bo'lsa bitta eshakni yurgiza olmaysiz deydi. U hadib eshakni urar. Eshakni esa xuddi birov jugani tortib turgandek yurmas edi. Ular borganda haqiqatda qolganlar qaytib kelyotdi. Hammasi bolalarda olib bo'lgan, lekin ular ham birinchi bo'lib Rasulullohning uylariga kirgan edilar. Borib so'radilar, qayerda chaqaloqlar bor? Mana bu xonadonda. Falonchining xonadonida. Abdul Muttalibda ham nabirasi bor bu yerda. Hammalari Abdul Muttalib sardorligini eshitib kirardilar. Qarasa malaksimon bolani ko'rardilar. Shunda olib biz boqaylik deydilar. Omina onamiz ularga bir gap aytadi. Mayli boqinglar, emizib katta qilinglar, lekin bir uzrimiz bor. Mening bolam yetim, otasi yo'q. Siz kutgan narsani bera olmasligi mumkin. Bu gapni eshitishi bilan bolani erkalab qaytib berar, indamay qaytib chiqib ketishar. Alal oqibat hech kim olmadi. Omina onamiz yig'lab bolasini bag'riga bosib o'tirdilar. Abdul Muttalib ham bundan juda ta'sirlandilar. Nahotki meni nabiramni endi hech kim boqib bermay shu issig'ida qiynalib tursa-ya, nega bunday bo'ladi dedilar. Oxiri Halima onamiz keldi. U xonadonda hech kimda chaqaloq qolmadi. Bittasi aytdiki, shu Abdul Muttalib degan odamni ko'rsatib, shu odamning nabirasi bor, shuni oldiga bor dedi. Undan oldin hech kim olmaganini eshitsa ham ilojsiz yana bolasiz qaytamizmi dedi-da Halima onamiz Abdul Muttalibning oldiga bordi. Nabira ko'ribsiz, muborak bo'lsin. Ruxsat bersangiz biz boqib bersak. Bir qaradilar, ma'noli qaradilar. Ayolni boshdan oyog'iga qarab, o'ta kambag'alligini ko'rdilar. Tur yur dedi. Hujraga olib kirdilar. Bolani qo'liga oldilar. Shunda Omina onamiz iloji boricha hammasiga bir gapni aytardilar. Yetimligini izhor qildilar. Aytdilarki, yetim dedilar. Shunda yana Halima ham o'ylanib qoluvdi. Abdul Muttalib bu gapni eshitib yig'lab yubordi. Qizim nima deyapsan dedi. To'g'ri, nabiramning otasi yo'q, lekin bobosi bor dedi. Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, shuncha boylar berganidan ko'ra ko'proq narsa beraman senga qizim dedi. Boqib ber nabiramni dedilar. Omina onamiz mayli avval bir emizib ko'rsinlar, bola emsa olib ketadi dedi. Bu gapni kutmagan edi. Bu gapni eshitib Halima onamiz tura olmay qoldi, o'tirib qoldi. Chunki eri ham bilmaydigan, hech kim bilmaydigan bitta illati bor edi. Halima onani bir necha yildan beri bitta ko'kragi qurib, sutsiz bo'lib qolgan edi. O'ng ko'kragi. Faqat chap ko'kragida sut bo'ladi. Unda ham hozir tuqqan borasiga yarasha ham suti yo'q. Endi hozir emisi sut chiqmasa bolani bermaydi. Qo'rqqanidan olib emizmoqchi bo'ldi. Go'dagini og'zi ochilmadi. Har qancha urilsa ham ochilmadi. Shunda Omina onamiz, meni bolam yaxshiligi alomati, o'ng tomondan boshlang dedilar. O'ng ko'kragingizni bering dedi. Bu gapdan Halimani butun vujudi qaltiradi. Tamom. Endi nima bo'ldi? Hozir kasalimni biladi-da bolani olib qoladi dedi. Nima bo'lsa ham bo'lsin, hozir sutim yo'q deb qo'yaman-da deb shundoq o'ng ko'kragini qo'ydi-yu, butun vujudi qaltirab ketdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, bir necha yildan beri qurib turgan ko'krak to'lib tosha boshlagan edi. Go'dagining og'zining chekalaridan sutlar oqib ketadigan darajada sut chiqayotdi. Yig'lab yubordi-da, bola uchun hech narsa bermasangiz ham olaman dedi. Bu holatdan ta'sirlanib boqib berishlikka rozi bo'ldi. O'rab berdilar. Chiqib ketayotib
orqasiga o'girilib Omina onamizdan, qizim dugonam, sizdan bir narsa so'rasam maylimi dedilar. So'rang opajon, bolamni siz ham endi onasi bo'ldingiz. Go'dakka surkagan atirdan ozgina bermaysizmi dedi. Ayol bo'lib yaralibmanki, bunaqa hidni hidlamaganman dedi. Shu atirdan ozgina bering dedilar. Omina onamiz kuldilarda, afsuski bera olmayman. Chunki bolamga hech qanaqa atir sepmaganman. O'zim ham hayronman. Tug'ilgandan beri shunaqa hidi bor dedi. Halima hayron bo'ldi, balkim ishonmadi, chiqib ketdi. Halima onamiz aytadilarki, meni uyimga Muhammad yoshligida alayhisalom kelibdiki, na ochlikni bildik, na uyimizda janjalni ko'rdik deydi. Ana u go'dak shu uyga kelib baraka bo'ldi. Avval yetim deb olmaganlar o'zlarini chinchiladilar, dod dedilar. Qani endi shu bola bizniki bo'lganda edi dedilar, chunki bu uyga baraka to'lib ketgan edi. Mana shunday qilib payg'ambarimiz alayhisalom 5 yoshlarigacha mana shu Halima onamizning qo'llarida bo'ldilar. Muslimun.uz